Men Rustam, Butamirlik Xarvat cho'ponning o'g'liman. Butamirdan 9 yoshimda xayolparastligim uchun ona tuprog'imdan surgun qilingan Rustamman. Onasiz katta bo'lmoq ba'zi bolalarning peshonasiga bitilgan. Men shulardan biri bo'ldim, akam va singlim kabi. Men Rustam. Ketishni, aka-singlimdan ayrilishni xohlaganmanmi bilmayman, ammo qolmoq otamning zulmiga bo'yin egmoq demakdir. Men esa aslo bo'yin egmadim. Yegan har bir kaltagim, eshitgan haqoratimga qaramay otamga itoat etmadim. Men hech qachon eshitmagan, ko'rmagan, bilmagan yurtlarga jo'nab ketganimda, uyim, akam va singlim o'tmishda qolishdi. Onam esa uzoq-uzoqlarda edi. Uzoq yurdim. Boshqa bolalar qatori yurdim. Quyosh chiqardi, botardi. Kunlar yurdik. To'xtardim. Men Rustam. Yo'lga chiqqanimizda nechta bola edik? Edernega qanchamiz yetib boradi bilmasdim. Qanchasi ko'z o'ngimda o'lib ketdi. Xastaliklar, o'lim biz bilan qadam-ba-qadam ketayotganda edi. Ko'pchilikning ko'zida qo'rquv bor edi. Men uchun esa qo'rquv otam degan edi. Men undan qochayotgandim. Qo'rquv meni ta'qib qilganida Rustam bo'lishga o'rgandim. Rustam degan ism berdilar menga. Pahlavon degan ma'noni anglatardi ismim. Ismimni yod olib Rustam bo'lishga o'rgandim. Men Rustam. Onamning issiq bag'ridan judo bo'lib, sovuq nimaligini bildim. Ayoz qanchalik kuchaysa yuragim ham muzlab borardi. Meni zaif deganlarga jahl qilib borardim. 9 yoshimda menga zulm o'tkazgan otamga, taqdirimga jahl qilib borardim. Yanada kuchli bo'lish uchun jonimni garovga qo'yib qadam bosardim. Na yomg'ir to'xtatoldi meni, na shamol, na tog'lar, na dengizlar, na jarliklar. Zero qahru g'azab, nafratni qanot qilib olgandim o'zimga. Ularda buyuk orzular mamlakatiga uchib boraman. Men Rustam, Xarvat cho'ponning o'g'li. Butamirlik Rustam. Mana qanotlarim meni orzular olamimning chegarasiga olib keldi.